Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz yurtdoshlar, navbatdagi darvozamizni ham o'z joyiga chiroyli qilib ustanovka qildik. Bu darvozamizni Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Darvozamiz ikkilik listda yasalgan, bir qavatlik rushnoy rabota darvozamiz. So'zlarini ko'rib mana baho berasizlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz razmer N316, bo'yiga 370 razmerda bo'ldi. Darvozamiz ikkilik listda yasalgan rushnoy rabota darvoza. Asosiy qovurg'a profillari darvozamizning 6x4lik 1.7lik stenali profilda. Cheka stoykalari o'rlik shviller qo'yib berilgan, pilisavoyligi ikkilik listda. Kraskasi matviy holatda mokriy asfalt svetda bo'lgan darvozamizning kraskasi, albatta gruntovkalar sepilib, yaxshi kraskalardan foydalanganmiz va havo aylanishini hisobiga xonadon egalarini albatta zakazga qarab tepa qismini listni lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib, setka qilib havo aylanishini hisobiga qo'yib berilgan. Zamoklari Zuber zamok, 5 yil garantiyaga ega va rezinkalar qo'yib, temir ochilib yopilganda bir-biriga tekkanda ortiqcha jo'sh chiqmasligini hisobiga chiroyli qilib ishlab berganmiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, dastavka ustanovka ichida kvadrat metr 900 ming so'mdan tayyorlandi. Albatta shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, kuzatuvchilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.